Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun obzorimizda mototsikl erkagi Dual Sport Enduro bo'ladi. Lifan tomonidan ishlab chiqarilgan Xtreme modeli 200 kubli bitta silindr воздушное охлаждениеda oldi to'xtaladigan bo'lsa, unda tishli. Xo'p, опорный disk, ikkita po'shili support, razmeri to'xtaladigan bo'lsa ham 90 ga 90 19. Yuansin yaxshi balonlarda, sifatli balonlarda ishlab chiqarilgan. Korobkasiga keladigan bo'lsa 5 talik bo'ladi. Bir pastga qolgan hammasi tepaga. Yana qo'shimchasiki bunda balanser vali bor. Balanser val bundan oldingi videolarimiz hamma texnikalarda bor. Balanser val sizlarga komfort beradi, vibratsiyani sezmaysizlar, maza qilib haydaysizlar. Maksimal tezligiga to'xtalsam bu texnikamizning 114, lekin bu tezlik rol o'ynamaydi bu texnikalarda. Asosan hamma kuchiga qaratgan. Yoqilg'i bakini hajmiga to'xtalsam 11,5 litr, 100 km masofaga 2,5-3 litr atrofida yoqilg'i sarflaydi, lekin 3 ga chiqmaydi. Chunki o'zim test qilganman, o'zim bunda YouTube'da videolarim bor, ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, mana oldida nimalar bor bizda? Start stop, starter bilan zajigani zapus, gidravlik tormoz jitkisi, tablosiga ahamiyat berasizlar. Bu Dual Sportda nimaga yetiladi? Benzin tabloda datchisi bor, ko'rsatadi. Haqiqiy Rosman Enduro'larda bunaqa narsa bo'lmaydi, ko'rmaysizlar. Faqat skoroustlarni ko'rsatadi, передачani ham ko'rsatadi, lekin benzin datchi bo'lmaydi. 11,5 litrli bak toza Enduro'larda yo'q. Xo'p, bu yoqda mana USB portimiz bor. Qo'shimchasiga mana дальний ближний faralari, o'chirib yoqsa bo'ladigan signal поворотниклар. Avariyankani qo'shimcha qilib qo'shtirsa bo'ladi. Mana bu plastiklari bukilmaydigan, sinmaydigan. Tizilsalarda lekin sinmaydi bular. Juda ham qulay. Maza qilib foydalanasizlar. Rosman Enduro'larda bakkoy bo'lmaydi, поворотникda bo'lmaydi, hammasi qo'shimcha jihoz qilinadi ular. Oldida mana ko'rib turibsizlar, teleskopический vilka yumshoq bo'ladi, anaqa защитный rezinkalari bor. Bu yoqda mana yetmaganiga Kickstarter ham qo'shib berishgan. Kickstarterimizni mabodo akkumulyatorlar o'chib qoladigan bo'lsa, Kickstarter orqali zavodga chiqsanglar bo'ladi. Orqa tormozimizda bizda baraban bo'ladi. Baraban tormozni kecha aytdim, sizlar uni katta ahamiyatga ega emas. Shuning uchun baraban ekan degan xayollardan chiqarib tashlanglar. Xo'p, balonlar razmeri 110 ga 90 17 orqa, bu ham Yuansin. Bunda mana monoamortizator, lekin progressi yo'q. Bundan keyingi moto texnikamizda progressiyaligini ko'rsataman, nimaligini o'zingiz tushunib olasizlar. Bu yoqda mana grishta zashtalarimiz bor. Orqa passajir uchun mana noshkalar qilib qo'yilgan, yumshoq texnika. Bu yoqga mana orqaga kufra qo'yib, maza qilib mayovkaga chiqib ketsanglar bo'ladi. Bu yilgi xudo xolisi bu sezonda bunga rejalarimiz ko'p. Xaridni amalga oshirsangiz, xudo xolisi birgalikda amalga oshiramiz. Mana sepzashtalarimiz bor. Motorlari Lifan, haqiqiy Lifan. Maza qilib haydaysizlar. Narxi saytimizda bor. Xudo xolisi kelsanglar, rasmiy kafolatlari bilan birga nomiyligi, hisob raqam orqali chiqazib beramiz. Shu spravkasi bo'ladi. Maza qilib haydaysizlar. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat qilmaydi.